Siz ham bot siz uchun savdo sotiq qiladi, siz esa dam olasiz degan gapni eshitganmisiz? Juda ham zo'r eshitiladi. Keling aslida qanaqaligini ko'rib chiqamiz. Aslida savdo boti deganda qoidalar asosida bitim ochadigan va yopadigan dasturni tushunamiz. U fikrlamaydi, balki shunchaki buyruqlarni bajaradi. Agar sizda allaqachon ishlaydigan strategiya bo'lsa va jarayonni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, bot sizning vaqtingizni tejashda yordam beradi va savdoyingizda hissiyotlarni chiqarib tashlashga ko'mak beradi. Ammo siz yangi trader bo'lsangiz va bozorni yaxshi tushunmasangiz, bot sizni qutqara olmaydi. U bozor qachon o'zgarishini bilmaydi va sizning nazoratingizsiz moslasha olmaydi. Bot bu instrumentdir. U traderdan yaxshi ham, yomon ham emas. Faqatgina o'ziga belgilangan vazifani bajaradi xolos. Eng muhimi u kimga mos kelishini aniqlashdir. Tajribali bo'lsangiz, bot sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Endi boshlayotgan bo'lsangiz, qo'lda savdo qilishdan boshlang. Eng muhimi qarorlarni dastur emas, o'zingiz qabul qilganingiz ma'qul. Do'stlar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bot bu yaxshi ham, yomon ham emas. Ko'pincha traderlar nimaga aldanib qolishadi? Uni beradigan katta daromadga aldanib qolishadi. Katta daromad, katta risk degandir. Katta daromad orqasidan quvlab, bor pulingizni yo'qotib qo'ymang.